Dunyoga mashhur musikat Richard Claymanning pianino bilan o'rilgan muzikasi tushimlik to'y, ijodiyat metodi va shunaqla o'rlash saviyasining yuqoriligi bilan har qaysi el xalqining yoqtirib anglishiga muyassar bo'lib kelmoqda. Yillardan beri pianino bilan o'rinlangan bu muzikani bugungi kechiligimizda bizning danglik san'atkorlarimiz, muzikantlarimiz milliycha chalg'ular bilan o'rinlamoqchi. Ular zodi qanday saviyada o'rinlamoqchi? Buningga qiziqsangiz, diqqatimiz ularda bo'lsin.